Mexanika Tiko'da avtomat qilyapmiz akalar mana. Tiko ishqibozlari uchun bu video. Kecha bitta Tiko oldik, mana shu qizil Tikoda olindi. Bu koreyskiy. Mexanika holatda o'zi turishi hozir. Buni avtomat qilamiz. Avtomat qilish uchun nima-nimalar ketadi. Bitta ko'rsatib chiqaman. Bu zapchaslar akalar sotuvda yo'q. Vashshe noyob zapchaslar, o'zi bu Tikochilar bilishadi. Bizga bir komplet kelib qolganda ehtiyot qilib olib kelgan ekan. Hozir bitta sherigimiz oldilar. Mana shu mashinani xudo xolisa avtomat qilyapmiz. Bunga mana korobka ziboriy holatda bunaqa mahaviy gagodlarni olib kelgan. Granatalar almashadi. Skorichagi, mana u podushkalari, kranshtenlari, mana tablosi. Radiatorda farqi bo'ladi mana. Yog' kirib ketadi. Yog' kirib ketadi bunga. Keyin mana pedali, keyin mana mayda chizolari xullas. Kranshten, mana shu avtomat podushkalari deyiladi. Xullas hamma zapchasi bor buni. Simpimlari, miya xullas, troslari, speedometr troslari, gaz troslari hamma zapchasini almashtiramiz buni. Mana shu Tikoda xudo xolisa mexanika hozir avtomat qilib yurgizamiz. Shu zapchaslar qiziq bo'lsa, bunda to'g'risi yo'q, bizda boshqa yo'q, mana bir komplet xolos. Lekin Koreyada bor, topsa bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqa chiqsalar ham bo'ladi. Xudo xolisa mana shu komplektini topib sizlarga olib kelib berishimiz mumkin. Bu mashina xudo xolisa bir 2 kun 3 kunda bitadi. Bitganidan keyin minib avtomat holatda ko'rsatamiz akalar.